Assalomu alaykum Maytech kanalimiz obunachilari. Mana bugun yangiliklarni bombasi kelgan. Mana drabilkalarning har xillaridan kelgan. Bir boshidan hammasini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Videomizni boshlashdan oldin hammadan iltimos qilib so'rab qolamiz. Obunalik knopkasi bosib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyada omad deb yozganlarga yana skidkalar qilib beramiz shu aytilgan narxlardan. Manzilimiz Toshkent Izza bozori Bitonka yo'lini bo'yida. Pastdagi nomerlar qo'ng'iroq qilsanglar, bemalol yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Birinchi obzorimizni ikkita vakuum drabilkadan boshlaymiz. Ikki xil narxda va metallari va chiqarish kilolari farq qiladi. Ikkovi ham Bau firmasidan bo'ladi. Mana birinchi drabilkamiz oddiy mana shu 4 kilovatli mis atmotkali yangiliklar kiritilgan. Yangiliklar bunga 6 ta setka qilingan. Avval 2 ta setka bo'lardi, hozir 6 ta setka qilingan. O'zida mana bu yerda 5 ta turibdi. Ichida yana bittasi bor. Mana bunday katta setkalarni yarma qilishga ham ishlatsa bo'laveradi. Un qilishga, kepaklar, bug'doy, makka jo'xori hammasini un qilishda bo'ladi. Mana bunday ilikli shlankada, gofra shlankada o'zi tortib olib, bu tomondan maydalab chiqarib beradi. Buni agar kanalimizda o'tsanglar, shortlarda buni ishlatgan videolarimiz ham bor. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana setkasi va pichoqlarni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Bir marta Makka o'tkazib ko'rganmiz. Videolari kanalimizda joylangan. Buni ham firmasi mana Bau firmasidan bo'ladi. Ikkinchi yangi kelgan drabilkamiz, bu ham vakuumli drabilka, lekin undan kattaroq va metalliga farq qiladi. Bu chugundan ishlangan bo'ladi. Bu temirdan ishlangan. Ichlari ham polna hamma joyi temirdan ishlangan bo'ladi. Buni ko'rsatadigan bo'lsak, mana qalinligini ko'rsatib bo'ladi. Chugundan ishlangan. Juda ham sifatli, mana qalinligi. Chugunni biladiganlar bo'lsa, juda ham mustahkam bo'ladi. Bu ham xuddi shunday 4 kilovatli mis motordan qo'yilgan. 4 kilovat 100% Copper deb yozib qo'yilgan. 100% de mis motordan va mana bunda qo'shimcha parraklari ham bor olib tashlab berishga. Bu ham vakuumli, soatiga 300 kilocha, soatiga 300 kilolar chiqaradi. Mana bunday setkalari, bunga ham 6 ta setkasi bor. Xuddi shunday mana razmerlari katta, kichik, mana bunday barabanlari holatda bo'ladi. Buni ham bir marta ishlatib ko'rganmiz. Bemalol YouTube kanalimizga o'tsanglar, ishlagan videolari ham bor. Soatiga 300 kilo chiqaradi. Narxlarga keladigan bo'lsak, vakuumli drabilkamizni, oddiy vakuumli temirdan ishlangan vakuumli drabilkamiz narxi 3 million 400 ming so'm. Bunisi 4 million 400 ming so'm. 1 million farq qilyapti. Bu soatiga 50 kilo ko'proq chiqaradi va metali chugundan qilingan bo'ladi. Bu ham Bau firmasidan. Bu ham Bau firmasidan ishlab chiqarilgan. Mana ko'rinishlari. 6 ta setkadan hammasiga chiqadi va avtomat shitlari ham ichidan sizlarga bonusga qilib beriladi. Keyingi navbat mana bunday xashak maydalaydigan drabilkalar bo'ladi. 6 pichoq, 4 pichoq hammamiz biladigan 6 pichoqli, 4 pichoqli drabilkalardan bo'ladi. Hozir bir boshidan hammasini obzor qilib o'tamiz. Bu pichoqlarni ko'rsatib, mana bu chetdagi narsasi bu ular skors bo'ladi. Katta, kichik neytralga qilib qo'yiladi. Mana 4 ta splashnoy pichoq. Bu mis motorlisi bo'ladi. Bu 3 kilovatli mis motorli motordan qo'yilgan. Bunga ham alyumin motorlisi ham bor. Ularni xohlaganlar uchun alyuminli, xohlaganlar uchun misli qilib beramiz. Mislisi sal qimmatroq chiqadi, lekin misli baribir misli, baquvvatroq bo'ladi. 6 ta pichoqlisi. Motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Motorlari. Buni motorini ko'p kishi 5 HP bo'ladi. 5 ot kuchli 3 kilovatga to'g'ri keladi. Lekin ko'p kishi 5 HP ni 5 kilovat deb sotadi. Bunaqalarga aldanib qolmanglar. Bu 3 kilovatli motor bo'ladi. Xuddi shunaqa motorda alyumin atmotkali motorda mana 3 kilovatli
6 pichoq va bunga qo'shimchasiga mana bunday voronkalari ham bor. Voronkalari ustidan qovoqlar, baqlajon, meva, sabzavotlar bo'lsa, ustidan solib maydalash uchun qo'yilgan. Mana pichoqlarni ham ko'rsatamiz. Mana. Kimga pechatli deganlarga ahamiyati yo'q o'zi, lekin pechatli deganlarga pechatlari ham bor. Mana Bau firmasidan pechatlari ham bor. Skorslari xuddi shunday skorslari bo'ladi. Pechatlari hamma narsasi bor. Kalyonli materialdan qilingan bo'ladi hammasini pichoqlari. Buni ham motori 3 kilovatli alyumin atmotkali bo'ladi. Mana motorlari, ustida datchiklari ham bor. Ko'rsatib turadi voltni. Bemalol ho'l, quruq, hashaylarni, somon, beda, makkapoya hammasini chiqarishga misli, alyuminli hammasi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, misli 6 pichoq drabilkamiz, 4 pichoq drabilkalarimiz narxlari 2 million 300 dan shu videoda ko'rib turib, like bosib, kommentariyada 6 pichoq deb drabilka deb yozib kelganlarga faqat shu narxdan qilib beriladi. 2 million 300 dan. Misli motorlisi 2 million 200 dan alyumin motorlisini qilib beramiz. Keyingi navbat mana bunday juda ham ommalashib borayotgan akula drabilkalarimizga. Akula drabilkalarimiz Bau firmasidan. Bau firmasidagi akula drabilkam 3 xil razmerda bor. Hozir mana bu kichkina varianti, bu kattaroq varianti, mana bunisi eng kattasi. Gigant. Вообще birinchi obzorni bundan emas. Mana maydasidan boshlaymiz. 130 lik razmerlisidan boshlaymiz. Akula drabilkamiz lentali, voronkali, 4 kilovatli mis motorli bo'ladi. Chegirma narxida hozir bunga chegirma tushgan, katta chegirma narxi 3 million 600 ming so'm. Mana gabaritlari, ko'rinishlari mana. Skorslari ham bor, Bau firmasidan. Xuddi shuni keyingi varianti kattasi. Bu ham Bau firmasidan. Lentasi uzuni 1.60 lik. Ichkarilarini ham, pichoqlarini ham hozir ochib ko'rsatamiz. Skorslari xuddi shunday skorslari ham bor. Motorlari 3 kilovatli. Buni hozir motorlarini alohida ochib ham ko'rsatamiz yana bir marta. Xo'p. Pichoqlari 6 ta splashnoy pichoq. Keyingi 6 ta mana bunday qatordan 6 ta emas, 24 ta pichoq bo'ladi. 24 ta kesadigan, 24 ta itarib chiqaradigan va pastiga ko'radigan bo'lsangizlar, yana pichoqlar bor. Tagida qotirilgan bitta qator, 2 qator va o'rtasida yana 3 qator. 6 tadan 6 kara 3 18 ta pichoq bo'ladi, yana tagida qotirilgan. O'shalarning orasida siqib turib kesadi. Bu tomondan keladi, bu saqlab turadi, mana bu kesib beradi, bu esa yana maydalab beradi o'rtasida. Keyin makka poyasini bemalol slyuz qilib chiqarib beradi. Bundan mol qo'ylar umuman maza qilib oladigan narsa bo'ladi. Mana buni metallarini ko'rsanglar bo'ladi, qalinligini. Mana qalinligi. Juda ham og'ir metal, katta ishlangan. Sifati juda zo'r, a'lo sifatda. O'zlaring kelib ko'rsanglar bemalol do'konda kelib ko'rasizlar. Yo'qsa olib ketasizlar, yo'qmasa skitkada nimani yo'qotdingiz? Kelasiz, ko'rasiz, baribir drabilka olib yuribsiz, qidiryapsiz. Mana shu drabilkadan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, sizlarga ham chiqarib beramiz. Bau firmasidan. Bu ham mana motori, 3 kilovatli motor. Max motor 32 kilo chiqadi. Ustida datchiklar bor, kabellari 1.5 metr kabel. Kabelning qalinligini ko'ring. Qalinligini. Juda ham zo'r motor. Bu tok pastlarda ishlamaydi. Kamida 200 tok bo'lishi shart bunga. Chunki bu 100% mis motorli, 200 dan pastiga ishlamaydi. 220, 200 eng kamida ishlaydi. Metallar qalini, og'iri mana shunisi bo'ladi. Endi navbat gigant kattasiga navbat beramiz. Qani, uni ham bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mana bu oldidagi qanaqa desanglar, bu oddiy va arzoni bo'ladi. Daji mana bundan ham arzon, undan ham arzonroq. Mana shuni arzonga berib yuboramiz. Kim xohlasa pastga kommentariya yozsin,
Mana shu arzoni bo'lsa ham menga mana shu berib yuboringlar desa, bemalol arzonidan bor. Mana 6 ta pichoqli, orqasiga 9 qatorli pichoqli. Arzonchiroq. Nimaga arzonchiroq desam, motori sal kichikroq bo'ladi va materiali mayinroq bo'ladi. O'zi bundan sanoq kam qolgan, kimgadir kerak bo'lsa, shunaqa arzonchiroqlari, yengilroqlaridan desanglar, kilolari yengilroq, metallari arzonchiroq desanglar, sal pal magnetlarga bukilgan joylari bor. Xuddi shunaqasidan kimgadir kerak bo'lsa ham bemalol. Bu boshqa firmadan, bu Bau firmasiniki emas. Bu Bau firmasiniki bunaqa sifatda kelmaydi hech qachon. Buni obrazet sifatda olib kelib qo'yganmiz, ko'rishlari uchun, farqlashlari uchun. Bemalol mana Bau firmasiniki tekstura mana bunday bukilib ketib, mana qala bo'lib yotgan joyi yo'q. Bunaqa mana bitlar bukilib ketgan joylari yo'q. Yaxshi sifatda kelgan bo'ladi. Va metallarni o'zlari ham boshqa firmalar bilan solishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi, shaqda kelib turib. Mana boshqa firmalarni drabilkalari mana shunday keladi. Sifatini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'zimda endi katta akula drabilkamizga o'tamiz. Bau firmasidan bu ham xuddi shunday mana bunday katta ballonlarda, tormozli ballonlarda ko'chirishga oson qilingan va mana wow, pichoqlari ham 6 ta splashnoy pichoq ushlab beradigan. Mana bu yerda 8 qator yana pichoq bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 qatordan tagida yana o'shanday qotirilgan, o'rtasida qotirilgan, bu chetda boshlanishda ham qotirib chiqilgan xuddi shunaqadan. Xuddi shunaqa itaruvchi va kesuvchi pichoqlari bo'ladi. Bunda xuddi shunday skorslari bor. Hamma narsasi xuddi o'shanday, lekin faqat razmeri katta bo'ladi. Kattaligini ko'ringmi? Kattaligi. Gabariti ham ancha-muncha katta. Videoda ham ko'rinib turibdi kattaligini. Bemalol mana metallar sifati qalinliklarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham og'ir va sifatli. Birkasi. Unga 4 kilovatli motor kelgan. Xuddi o'shanday Max motori 4 kilovatlisi qo'yilgan bo'ladi. Hozir motorlarni ham ochib ko'rsatib beraman bir boshidan hammasini. Mana bu drabilkamizga ko'rsatish istashib qoladi. Bu hamma bilgan Makkani istadigan, ya'ni Makkani sotasini solasiz, Makkasini alohida, chiqqan sotani alohida qilib beradi. Motori 2 kilovat bo'ladi. Motorlari Max motordan va datchikli motor bo'ladi. 100% mis atmotkali bo'ladi. Soatiga 2 tonnadan ziyod chiqarib bergan. Videolari bor. Pastda yoki kommentariyada yoki Telegramda pastdagi nomerlarga yozsanglar, ishlash videolarini tashlab beramiz. Drabilka juda ham zo'r narsa. Va ishingizni juda oson qiladi. Pichoqlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana pichoqning ichlari, ko'rinishlari. Mana shu yerdan chiqarib tashlaydi, bu yerdan donlarni chiqarib beradi pastidan. Keyingi drabilkamiz hozir bitta mana bu yangilik Nejdabekka chopper. Buni ham videolarini YouTube kanalimda qo'yib boryapman. Ko'rsanglar bo'ladi. Nejdabekali bo'ladi mana. Motor 1 kilovatli. Mana pichoqlari, ko'rinishlari. Ichidan mana bunday cho'michlari deydimi, qoshiqlari. Bu narsani vazifasi pomidor, bodring, baqlajon, hamma meva, sabzavotlarni hammasini solasiz, qo'shib, maydalab chiqarib beradi. Mana bularning razmerlarini o'zgartiradigan ham bor. Mana bunday ochib qo'ysak, katta kesib beradi. Kichiklaytirsak, kichkina qilib kesib beradi. Mana shunday razmeri o'zgarib boradi. Chopper, pomidor, hamma narsani xuddi mesarovka hisobi maydalab zo'r qilib beradi. 220 tokda ishlaydi. Mana motorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi navbat mana bunday vakuumli chugundan ishlangan drabilkamizda. Vakuum drabilka 380 da ishlaydigan, pul qilaman, soqqa qilaman yoki fermerlar, katta fermalarda ishlatish uchun kerak bo'ladigan tovuq, mol, qo'y, hammasiga bo'ladigan mana bunday vakuum drabilkamiz bo'ladi. Bunda ikkita sitka o'zini komplektda chiqadi va chugundan ishlangan. Mana qalinligini ko'rsanglar bo'ladi. Bu 7,5 kilovatli mis motorda 380 da ishlaydigan motordan boshlanadi. Bu eng kichik varianti. Hali bundan kattalari, bundan ham yirikroq va bundan ham ko'proq chiqaradi. Bu soatiga 1,5 tonna chiqarib beradi. Kattalari 2 tonna, 2,5, 4 tonnagacha chiqaradiganlari bor.
7,5, 11 kilovat, 15 kilovat, 22 kilovatgacha bo'lgan motorda narxda bor. Endi hammasidan qizig'i bo'lgan mana bunday granulyatorlarimizni har xillardan kelgan. Hozir mana bu ko'rib turgan granulyatorlarimiz bu 220 da ishlaydigan granulyator, mana bular 380 da ishlaydigan granulyator fermerlar uchun yoki sotaman deb turganlar uchun, yem qilib sotaman deb turganlar uchun yaxshi variant. Xo'p, uyda olib ishlatishingizga 4 kilovatli, 160 modelli, mis motorli datchiklari ham ko'rsatib turadiganidan bo'lsa, 220 da uyingizda ishlasa, soatiga 100 kilo, 120 kilo chiqarsa, qanday bu zo'r narsa-yu, biznes qilsa bo'ladigan narsa. Mana bunday shitlari bor, avtomat shitlari bo'ladi o'zida. Hamma narsangiz komplekt tayyor holatda uyingizda borib ishlatib ketaverasiz. Ko'rinishlari. Granulyatorimiz. Akalar, bu soatiga 100 kilodan 120 kilogacha yem chiqarib beradi. Pastda tushsanglar, buni ishlatgan videolarimiz bor. Pastda tushib kanalimizni qidirsanglar, granulyatorlarni ishlatib ko'rsatgan videolarimiz bor. Xuddi mana shu video, mana shuni ham ishlatganmiz, mana buni ham ishlatib ko'rsatilgan videolari bor. Keyingisi 7,5 kilovatli, bunisi 11 kilovatli, bu 15 kilovatli granulyatorimiz. Hammasi nalichida bor. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, narxlarini ham aytib o'tamiz. Mana maydasini so'rayotganlar uchun bir martaga aytib ketamiz. Narxlari $450 dan hozir chiqyapti. Juda ham arzon. Ishonaveringlar, ancha buncha arzon boshqa do'konlarda. Bemalol bug'doy, yem, hammasini press qilib yem qilib beradigan apparat mana shu bo'ladi. Somon bedalarni makkaga qo'shib, donga, bug'doyga qo'shib turib presslab chiqarsanglar ham bo'laveradi. O'zimiz shunday qilib ko'rganmiz, qilgan ishimizni aytyapmiz. Pastdagi videolarni ko'rsanglar, shu ishni qilib ko'rsatganmiz. Xo'lut bilan bug'doy, makkalarni qo'shib turib presslab chiqarganmiz. Keyingisi ham xuddi shunday, faqat razmeri o'zgargan sari bular obyomi kattalashib boradi, kilosi ko'payib boradi. 200 kilo, 300 kilo, 400, 500, 600 kilo, mana ular 600, 800 kilogacha bemalol chiqaradigan bo'ladi 15 kilovatlilar. Bu tomoni bittasi 220 da ishlaydi. Qolganlari hammasi 380 da ishlaydi. Narxi $450 dan qilib beramiz. 12 ta viloyatda dastavkalari hamma narsasini kelishtirilgan holatda, tekin emas, kelishtirilgan holatda qilib beramiz dastavkalarni.